Elhamdülillahi vessalatu vesselamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem Müslüman kıyırındaşlarımız, bizning tövendeki dersimiz milletni qutquzishning muhimligi. Bu tema biz üçün naiti çoğ, dairesi hem keng hem ulluq bo'lgan bir tema bo'lsa-mu, bu tema yanala bizningki amaliy hayotimizda har bir inson bo'lganligimizdan, bulupmu uyg'oq vijdonliq bir mu'min musulmon bo'lganligimizdan, bulupmu biz hayotlikdagi erkinligimizni qo'lga keltirish uchun tirishchanlik qilayotgan bir millat bo'lganligimizdan ve hayatlıkta yaşaş hukukimiz bo'lganligidan biz milletimizni qutquzishning muhimligi biz uchun eng muhim ish. Chunki biz ve milletimiz qutulgan vaqtida andın bizningki kelgusi avlodimiz, kelgusi yeni neslimiz ve qiyomatgacha davom qiladigan barliq arzu umidlarimiz ve müstakil devletimiz mi andın ameliyatga chiqadi. Bu milletni qutquzish muhimlik to'g'riliq bo'lgan temalar bir qanchalagan muhim asoslarni o'ziga olgan bo'lib, buning birinchisi biz milletimizning ruhiy ma'naviyatini haqiqiy hayotga ega qilish. Çünkü özümüz ve milletimizdeki ruhi maneviyeti hakiki, doğru bo'lgan anlık imanға ve amaliy hayotiga ve barliq hareketiga ta'sir ko'rsatgan islom dinining yo'l yo'riqiga ve vijdonliq, jonliq bo'lgan haqiqiy imanға ega bo'lmay turib, şundaqla nadallık, bilimsizlik ve tefriqçilik, cahillikten halkımızdaki aklını, fikrini ve halkımızın tonuşunu hakiki ilim, marifetke ve doğru bo'lgan düşünce güzel sapaga ega qilmay turib, biz milletimizni utuqliqqa, qutquzishga ega bo'la olmaymiz. Shuning uchun milletimizni qutquzishdagi birinchi omil ularni aniq bo'lgan iymonda va dushmanni tonigan siyosiy, haqiqiy, sog'lom, to'g'ri haqiqat maydonida va o'zining Alloh oldidagi majburiyatlarini tonigan ibodatiga amaliy sodiq bo'lgan sog'lom bir ixlosmand mu'min bo'lishida ve hayatlıktaki her bir muamelesinde güzel ahlak, doğru bo'lgan sapa ve amali sağlam güzel muamelege ve özünün amali hayatında her bir kılıvatkan işide canlılık amali bo'lgan köreşke öz hayatındaki her bir işide dindi mi, hayatlıkta mı özünü baxtga erishtiradigan ilim ma'rifatda bulup mu ruhi ma'naviyati Alloh taolaga bog'langan haqiqiy sap qalbi o'yg'oq bo'lgan jonliq bo'lgan Allohga bog'langan haqiqiy ixlosmandlikda xalqimizni biz tarbiyalab yetishtirgan vaqtimizda andin biz millatimizningki hozirgi qiyinchiligidan ve kelgusidagi neslimiz ve avlodimizningki mustaqillikka erish yo'lidagi qiyinchiligidan, her bir qiyinchiligidan biz to'g'ri bo'lgan xalqimizni ruhiy ma'naviyatini iymon va ilm, ma'rifat va sapa va sog'lom tushuncha bilan qurollantirish orqali bularni Allohning yordami bilan qutqizib olamiz. Chunki sog'lom iymon, to'g'ri tushuncha ve ilim, ma'rifat bo'lmagan bir ruh, bir aql
bir inson xuddi tirik murdaga o'xshaydi. Shuning uchun islom dinimiz bizga tushgandan tortib haqiqiy iymonni, ilm, ma'rifat elishni va go'zal axloqqa ega bo'lishni va o'zininki hayoti va amaliy bo'lgan turmushi va hayotdagi har bir ish harakatlarida o'zi va millatini chirtadigan har qanday yomonlikdan yiroq turishni islom dinimiz bizga o'rgatgan. Shunga bizning dinimiz bizni ruhiy ma'naviyatimizni va tashqi amaliy harakatimiz, moddiy aloqamizni har qanday chirtadigan buzg'unchilik, gunoh ma'siyat, aroq sharob va har turli ijtimoiy jinoyatdan iborat bo'lgan g'ayratxo'rlik, fitnaxo'rlik, umidsizlikdan iborat bo'lgan barliq yomon va yomon ta'sirotga ega yomonliklardan bizni cheklagan. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda mundaq deydi: Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi va lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Ey iymon etgan mu'minlar, bu oyatda bu xitobni Alloh subhanahu va taolo Allohga va payg'ambarga, islom diniga sodiq iymon keltirgan haqiqiy mu'minlar xitob qilib, dunyo insonlari ishidan iymon jamoatiga alohida xitob qiladi. Shuning ishidan bu oyat bizdek Uyg'ur musulmonlarga alohida ham xitob qiladi. Nima deydi? Ey iymon etgan mu'minlar, sizlar haqiqiy qutulishni o'ylamoqchi bo'lsanglar, Allohga va payg'ambarga chaqirgan chaqirig'iga ijobat qilib qabul qilinglar. Qarindoshlarimiz, davlat raislari ya bira har qanday bir yig'ilish yoki har qanday bir jamiyatdagi ya xalqarodagi o'rnova bira organning boshliqlari bizni chaqirsa, darhol buningga aldirab mangamiz. O'zimizga ya millatimizga ya kelgusi mustaqilligimizga yoki darhol qilayotgan siyosiy faoliyatimizga foyda bo'ladi. Allah bu oyat deydiki, Allah tarafga va payg'ambar tarafga u chaqirgan chaqiriqqa, u chaqirgan islom dinga va uning sizlarning qalbinglarni turgizdigan va sizlarning hayotinglarni turgizdigan, o'lgan, yo'qolayotgan millatlarni, nadonlik, johillik, bilimsizlikni, ozg'unlik, tapiqichilikni, bilgunchilik, har turli nadonlik va xurofotni tugutadigan haqiqiy baxtga, mustaqillikka, haqiqiy iymonga, sog'lom hayotga, jushqun bo'lgan ruhga erishtiradigan mushu Alloh va uning payg'ambari chaqiradigan haqiqatga sizlar ovoz qo'shinglar, qabul qilinglar, ijobat qilinglar deydi. Alloh taolo deydiki, qachon sizlarni lima yuhyikum yangi bo'lgan hayotlikka erishtiradigan islom nuriga sizlarni chaqirsa, demak İslam bizning hayotimizda, bizning ruhiy ma'naviyatimizda, bizningki millatimizning amaliy hayotida, dunyo musulmonlarining amaliy hayotida, butkul insonlarning amaliy hayotida aslida yangi bo'lgan ruhiy ma'naviyat, yangi bo'lgan amaliy hayot, yangi bo'lgan yangi bir haqiqiy xo'shallik, haqiqiy baxt barpo qiladigan bir nur. Qarindoshlarimiz, faqat biz islomning nuri, İslamның bizi yangi hayotga erishtiradigan haqiqatiga chin qalbimizdan yuzlanishninki ozliqida bizning g'ofilligimiz, bizningki nadonligimiz tufaylidan biz mana bu nadonlik, bilimsizlik ishida qilyapmiz qarindoshlarimiz. Shunga bu oyat bizni haqiqiy o'zimiz va millatimizni qutqarishda, yangi hayotga erishtirishda Allah va uning payg'ambari sizlarni chaqirgan islom dinining barliq ta'limotlari, payg'ambar alayhisolamningki hayoti va sunnatlari, payg'ambar alayhisolamningki har bir sharikatlaridagi din, siyosat, jamiyat, hayot va hayotlikdagi har bir muomiladagi payg'ambar alayhisolamningki haq yana turib batil qarshi maydonida qilayotgan barliq kurashlardagi amaliy harakatlarini va barliq ibodatlarini o'lik qilib Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge hakiki ergiştin ibaret bo'lgan mush hayat bizni turgizdi qilnashirimiz. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo deyki: "Va alamu annalloha yahulu baynal mar'i." Bilinglar,
hakikaten Allah Subhanahu ve Teala insanın arasında ve insanın kalbinin arasında tosalgı buldu. Hakikaten Allah Subhanahu ve Teala tarafıga toplulup size hesap alınsa dedi. Yani bu ayetinin kısıkça manası sizlerin yani mümin Müslümanların, milletinin, halkının kalbi qarıdap, düşkünlükке, horlukka, nadallıkka, kullukka, zulümga, bilimsizlikka, hurafatga, tepriqichilikka, her türlü gayretxo'r, fitnexo'rlikka külüp gitip nadan, bilimsiz, kalbi qara bo'lishning oldi, bo'lishdan qutqizish va bo'lishning oldini olish uchun nima qilish kerak ekan desa, cho'qim bularning qalbini, bularning ruhini, bularning ma'naviyatini iymon va ilm ma'rifat bilan va to'g'ri bo'lgan haq tushunchalar bilan, islom dinining haqiqatlari bilan, Qur'on hadisning yo'l-yo'riqlari va haq nurlari bilan bularning ma'naviy qalbini paqirtishimiz, yo'ritishimiz, yangi hayotlikqa uy qilishimiz lozim ekan. Shuning uchun qarindoshlarimiz bizningki millatni qutqizishning birinchili mana yuqorqidek millatimizning ruhiy ma'naviyatini yangi hayotlikqa uy qilish bilan qutqizish. Chunki biz Sharq Turkistondagi millatimizningki kelgusi nasl bo'lgan yoshlarimiz, xalqimiz bo'libmi yoshlarimizdan iborat bo'lgan kelgusi naslimizni Xitoy tajovuzsi Sharq Turkistonda dağlarını cezalash lagerlariga solab, yo'q jamiyatda qapqaganlarini her türlü o'sib etilgan gunoh ma'siyat va her türlü aqli, fikri, iymoni, axloqini shirtilgan zino, fohisha va her türlü ayshi ishrat, buzg'unchilik yo'llariga o'rganlarida ularni buzish orqali ilm ma'rifatdan, axloqdan, sharm hayodan, iymondan uni ayirayotgan mushundaq bir paytda bulupmu tor dairlerinin hemmisini takap, yaki tordun, yaki internetten, yaki halkara chat elladaki hakmi şengen, İslam'ı doğru şengen, erkin fikri boğan, sağlam, ağlık Müslümanlardan ula doğru fikir alalmaydıgan, hiç kandak bir yerden İslam yolurukunu, İslam düşüncelerini, özünün dini ve milli kimlikini, saklaş yolunu ve erkinlikini saklaş yolunu ügünelmeye atadığan, müşündak bir paytta, chat eldeki varlık ölümalarımız, ustazlarımız, ziyalilerimiz, her bir yaşlarımızga ve chat eldeki her bir millet anılarımız, ağaç sınırlarımız, kızlarımız, bağırlık chat eldeki muhaciret kıyırımdaşlarımızın üstüne düşken vezir şu ki, bura internetlerde her türlü o yakta bu yakta yürüvatkan, her kandak ömrünü baka kılıdığan internet tor oyalları da, ya ki öz ara birisi ziddiyet, İhtilaf bitirdiğin fitne, ihtilaf meydanları da ya ki her türlü cemiyette özünün aklını, özünün fikrini, özünün ahlakını, özününki dinini, özünün milli kimlikini yoxtup koyduğun, özünün şermi hayasını yoxtup koyduğun, Allah'ı boğan, ma'naviyatini yoxtup koyduğun, hakiki canlılık Allah'ı bağlanğan, yeni İslam nuru gibi boğan hayatını yoxtup koyduğun, muşundak özümüzden çırtılgan işladın biz saklanış arkalık Şarkı Türkistan'daki 35 milyon halkını biz kelgüsü şu yurtqa qaytgan vaqtimizda şu yurtimizni halklarga aklini, fikrini, imanini, ilim ma'rifatini ve müstakillik eğini ve to'g'ri bo'lgan haq tushunchisini, Allohga bo'lgan samimiy, sog'lom, jonliq imonini ve yangi hayotga ega bo'lgan ruhiy ma'naviyatini yeniden qayta meydana keltiralik derecede biz to'g'ri bo'lgan ruhiy ma'naviyatga, sog'lom tushunchaga va sog'lom amaliy bo'lgan Allohga bog'langan islomga va ilm, ma'rifat va har turda din va fanda iqtisod va ixtisos egalariga ega bo'lishimiz va qobiliyat iqtidorga ega bo'lishimiz biz chet eldagi barliq Müslüman qarindoshlarimizning, barliq yoshlarimizning, barliq har bir Sharq Turkistonlik Müslüman xalqninki majburiyati qarindoshlarimiz. Agar biz chet elda har turli bizni chertadigan, yolg'on, buzg'unchiliklar bilan va har turli bizni chertadigan har turli bir nishlar bilan biz yo'qlab ketsak, o vaqtida biz kelgusi xalqimizni qutqizish ya qutqizilgan yo'lga ega bo'lishdan umid kutib bo'lmaydi qarindoshlarimiz. Shunga biz ve kelgüsü neslimizni qutqizishninki birinci amili
chet ellardagi barliq musulmon qarindoshlarimizni ularni moddiy va ma'naviy va iqtisodiy va ruhiy va ilmiy jihatda bulutmu Allohga bog'langan haqiqiy iymoniy va haqiqiy sog'lom ruhiy ma'naviyatini to'g'ri bo'lgan iymon tushunchasi bo'yicha bularni tarbiyalab yetirish bilan bularga yangi bo'lgan hayotlik bir ishimiz bizning mush millatni qutqizishninki eng muhim nuqtalaridan yana birisi qarindoshlarimiz. Millatimizni qutqizishninki yana bir nuqtasi e'tiqodiy va siyosiy kurash maydonlarida e'tiqodiy va siyosiy kurashga har birsimiz altınışımız, milletimiz ve halkımızın qutqizish yo'lida ilgirki milleti ve halkını, ummetini qutqazgan barliq payg'ambarlar, solihlar ve yaxshi kishilarning yo'liga ig'izimizda nazariyada emas, ig'izimiz nazariya, iddia, strategik plan ve amaliy hayotımızda ilgirki payg'ambarlar ve solihlarning ve biz Uygur Müslümanlarımızın arasından çıkan yolbaşçı rehberlerimiz ve dünya Müslümanlarımızın arasından çıkan yolbaşçı rehberlerimizin arkasından mınış arkalık biz özümüzni ve milletimizni qutqizishga tirishchanlik qilish. Bunun amaliy misali Adem aleyhissalatu vesselam cennetten yer yüzüge çürütülgenden tatip Adem aleyhisselam cennetten yer yüzüge çürütülgen şu mezgillerde özü ayalığa, özünün ailesi balavaqsıqa iyi buluş ulanı qutquzish bilan ulgulab geldi. Bütün ümmetiga özü ve ailesini qutqizishda ulgulab geldi. Nuh aleyhisselam özünün milletini qutqizish, özünün milletini to'g'ri başlashda ulgulab nurg'unlagan jafo mushaqqatlarni özünün bütün 950 yıllık davamida xalqini qutqizish uchun qilgan tashviqoti, barliq kurashini bizga ulgu qilib ketdi. İbrahim aleyhisselam Nemrut kafirning oldida haqni o'ttirib qo'yish orqali o'tqa tashlandi. O'tqa tashlangan shunda azobga, shunda qattiq yomonlikqa ushitilsimi, İbrahim aleyhissalatu vesselam özünün haq kurashida ching turg'achqa İbrahim aleyhissalatu vesselamni Allah subhanahu ve taala şu o'tni so'q sudak soğukka aylandirib turish orqali Allah subhanahu ve taala İbrahim aleyhisselamni qutuldirib qoldi. İsa aleyhissalatu vesselam yosh turib haq shun kurash qilayotgan maydonlarida yosh turib osmonga ko'tarilib ketdi. Allohning rahmati bilan osmonga ko'tarildi. Allah osmonga ko'tarib ketdi. Ya'ni shu vaqtdagi millatning siqishilan haq maydonida ko'rishilan İsa aleyhisselam yosh turib haq maydonida qiladigan ko'rishini dunyoga namoyon qilib Allah Taala İsa aleyhisselamni o'z dargohiga ko'tarib olib ketdi. Musa aleyhissalatu vesselam haq maydonida qilgan amaliy bo'lgan ko'rish orqali sergarlar Musa aleyhissalatu vesselamninki qo'ygan mo'jiza oldida mag'lub bo'lib Musa Fir'avnning sergarlari Musa aleyhissalatu vesselamga ishonganlik tufaylidan men Qur'oni Karimda olgandek vala usallibannakum fi zu'in nakhli men sizlarni xurmining shaxlariga isbataman desimi o sergarlar Musa aleyhisselamning haq payg'ambar ekanligini mo'jiza ko'rib iymon aytgandan keyin iymondan yanmay ular xurmi daraxiga isilib o'lishga rozi bo'ldiki ular shu itiqad ve siyasi kurash maydonida mustahkam turdi. Yani Musa aleyhisselamı milletini qutqizish uchun mana shunday Fir'avn qarshi bo'lgan haq tarafda qurbonlik berdi. Yusuf aleyhissalatu vesselam zindan etib, zindan turgan vaqtidami o'zining sharm hayosini saqlash, yoshlarga sharm hayosini saqlashda ulgu bo'lish, chirikchilikdan, gunoh ma'siyatdan saqlashda ulgu bo'lishda va haqqa chaqirishda ulgu bo'lishda, zindonda turib da'vat qilishda ulgu bo'lishda Yusuf aleyhisselam amaliy kurash orqali millatini va xalqini qutqizish uchun qurbonlik berdi. Shuningdek, barliq payg'ambarlar ba'zi Zakariya, Yahya aleyhissalatu vesselamga o'xshash haq maydonida mustahkam turib o'z xalqini islomga chaqirdi. Yahya aleyhisselamga o'xshash o'ldirildi. Muhammad sallallohu alayhi vasallamga o'xshash Mekke'den Medine'ye kovulunub öldürülüş suikast kılınıştın burun 13 yıl öz milletini qutqizish uchun Taif'e çıktı. Hatta halkı Muhammed Aleyhisselam'a ilgili habırlıklarını sağan vakıda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetim, milletim de şu halkının
qutuluşu, hidayetga erishish uchun Muhammad alayhissalom qat'iy kurash maydonida cho'ng turdi. Hattoki eng qattiqchilik kunlarda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bilan g'amning ishi turib, la tahsan, innalloha ma'ana, ishingni tushirma, haqiqatan Alloh biz bilan billa degan mush iddiada Muhammad alayhissalom o'zining kelgusi ummatiga haqiqiy e'tiqod va siyosiy kurashning maydonini o'g'itib, qat'iy zolimlarga, tajovuzchilarga, kufri va uning qo'shoniga bosh egmaslik siyosiy kurash maydonini, millati, xalqini qutqarish kurash maydonini bizga o'g'itib ketdi. Hattoki eng oxirida Madina Munawvarada islomiy jamiyat erkin bo'lgan bir davlatning maydonga kelishiga sabab bo'ldi. Ham Xandaq urushidagi janglarda boshqalar qo'sqiga bir tosh tangsa, Rasululloh alayhisalom ikki tosh tangish orqali Madinani qo'g'dash, Madinadagi xalqni qo'g'dash, islom dinining urini qo'g'dash, davlati, millatini qo'g'dash uchun Muhammad alayhisolatu vasallam ashundaq qurbonliklarni berib, bizga haqiqiy sog'lom ulguni yaratib, bizga sog'lom islom dinini ulgu bo'ladigan qilib dunyodan ketdi. Qarindoshlarimiz, shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shahidlarning xo'jayini Hamza va zolim podshoh oldida zolim podshohning nohaq ishlariga qarshi turib, haqni o'ttirib qo'yganligidan o'ldirilgan odam deb shundoq bizga iddia haq maydon kurashlarida haqiqiy kurash qilgan sağlam kurashchining yo'lini biz o'rgatdi. Habibun Najjardak Yasin surasida payg'ambarni va payg'ambar tutgan yo'lni qo'llash uchun haqni o'ttirib qo'yib, dastirib o'lib ketgan bu dunyoda turib jannatdan jannatda turib jannat kirgan hamallam o'zining millatining qutulishini o'ylab qolgan ana ashundaq Habibun Najjardak jini hayoti bilan nahaq qarshi turgan to'g'ri bo'lgan e'tiqod islom diniga yetaklash uchun haqli mangallarni qutuldirish uchun o'zining hayotini taqdim qilib kurash qilgan mana shundoq solih kishining o'lgisini Qur'oni Karimda oldi. Ashabul Kahfning voqeasini Qur'oni Karimda oldi. Yana Ashabul Uxdud, ya'ni katakka kishilarni tashlab o'ldirgan, Alloh ishonganlikdan intiqom olgan shu kishilarning xalq millatni haq chaqirishda maydonda cho'ng turganlik ko'rishini bizga oldi. Ham bir rohibning qishida bilim olgan, shu bilim ilib haqni tushungandan keyin zolim podshohga haq qarshi turayotgan zolim podshohga haqni o'ttirib qo'yganlikdan o'ldirilgan shu bolaning voqeasi orqali xalq millatni nadonlik bilimsizlikdan qutqarish yo'lidagi kurashini bizga bayon qildi. Mana bularning hammasi bizni kurash va amaliy bizning haq tarafda haqni oshkor qilish maydonida turishimizning, millat xalqni qutqarish uchun haqni o'ttirib qo'yishda dodil bo'lib, haqqa chaqiriq qilish va haq uchun qurbonlik qilishninki har bir maydonda lozim ekanligini bizga islom dinimiz o'rgatdi. Shuning uchun qarindoshlarimiz, biz hozirgi mush maydonda, hozirgi biz mush turayotgan jamiyatimizda Sharq Turkiston xalqimizni, millatimizni qutqizadigan har qanday bir amaliy haqni o'ttirib qo'yadigan barliq kurashlarimizda, barliq namoyishlarimizda, barliq tashviqot va harakatlarimizda va har bir siyosiy faoliyatlarimizda hammasida aktiv jonliq bo'lishga va millatimizni qutqarish uchun har birimiz yangi bir davrini maydonga keltirib, hammamiz millat, vatanni, dinimizni qutqarish uchun tirishchilik qilayotgan har bir siyosiy harakat maydonida va siyosiy harakat maydonida harakat qilayotgan barliq rahbarlar bilan birga qat'iy kurash maydonini yangidan kuchlantirishga, yangidan yangi hayotga ega qilishga tirishchilik qilgan vaqtimiz keldi. Hong Kongda Xitoy tajovuzlari, kommunist passiri qilayotgan razillik oshkora bo'lgandan keyin Hong Kong xalqi Xitoy tajovuzlariga qarshi kun-kun namoyish qilyapti. Ularning uyg'otqini, ulardagi insoniy va ulardagi hayotdagi o'zining inson ekanligini, o'zining erkin bir inson ideologiyadagi inson ekanligini bilganligi. Ular mana hozir biz ko'rayotgandek kunda o'zining kelgusi millatiningki qulluq xorliqda,
yaşap kalması için ona kurbanlık bir atıdı. Onun biz netçe hassa kurbanlık bir iştik iştik. Çünkü biz bu dünyada bakın emez, belki ahirette Allah'ın rızalığını, cennetini köylep atkan kişiler kardeşimiz. Şunun için bu milletimizni kutkuzuş, milletimizni erkinlik, müstakillikka eriştiriş yolunun yeni birisi, biz siyasi ve itikadi köreşlerimizde milletimizni kutkuzduğun her bir hareket ve her bir faaliyetlerimizde kat'i, emeli canlılık buluşumuz ve emeli siyasi ve emeli hareket faaliyetiga emeliyetin canlılık ötüş bizning mas'uliyetimiz. Mana bu shunday qilgan vaqtimizda barliq ulamalarimiz, ziyolarimiz ve her bir xalqimizdagi iqtidorlik ixtisot egalari her bir xalqimizdagi yoshlar o'zining mas'uliyatini ado qilishdan birga har qandaq bir millatimizni qutqizish harakatida hammamiz o'zimizning hassini qatish orqali chin tursak, o vaqtda biz mana shu millatimizni haqiqiy qutqizishni muhim bilgan bo'lamiz. Milletimizni qutqizishning yana bir nuqtasi Allah subhanahu va taala islom dinini bizga bizningki dunyodami, oxiratdami baxtga erishishimiz uchun haqiqiy sog'lom va tinchlik, rahmat, mehr shafqat va insoniyatga dunyo va oxirat baxtsat akiradigan bir din qilib tushirgan. Islomning ma'nosi bu xotirjamlik, baxt, salomatlik degan bo'ladi. Lekin islom dinimiz o'zi xotirjamlik, muhabbat, salomatlik va tinchlik va baxtning dini bo'lganligi uchun islom dinimiz mushu xotirjamlikni qo'g'daydigan, tinchlikni qo'g'daydigan, salomatlikni qo'g'daydigan, to'g'ri aqidani qo'g'daydigan va baxtni qo'g'daydigan urush, jihad, amaliy qurolliq harakatni ham islom din o'ttirib qo'ygan. Qanday kishilarga bulutmu musulmon millatininki yurtini, ziminini, boyligini, erkinlikini, avlahlarini, naslini, barliq haq-huquqlarini qirg'in qilgan, vayron qilgan, tajovuz qilgan, yo'qotgan, halok qilgan zolim tajovuzchilarga, Xitoy tajovuzchi kommunistlarga o'xshash postlarga islom dinimiz ma'inikingizni ursa, ma'inikingizni tinab berib, uyda bordiki hamma narsangizni oldiga chiqib to'kab berib, o'zingiz bolalaringizni ularga qul qilib berib, o'lto'ng emas, balki bundoq tajovuzchi zolimlarning tajovuz qilgan tirliqini, tajovuz qilgan kuchini, tajovuz qilayotgan harakatini to'xtatadigan qarshi harakatdan iborat bo'lgan, islom dinining adolat prinsipi bo'lgan, qisasda hayotlik bor degandan iborat bo'lgan urush qilish, amaliy qurolliq harakat qilishni islom din o'ttirib qo'ygan. Buni hozirgi zamondagi xalqaro amaliy islom urushlari va amaliy siyosiy harakatlardagi bizning dinimiz ve milletimiz Şarkı Türkistan halkımızga menfaatiga uygun keladigan, Kur'an hadisga uygun bo'lgan, o'zining to'g'ri dinisidan oshqo'llikqa chiqib ketmagan yoki kam qo'yatmagan mushundaq asosda to'g'ri bo'lgan urush qilishni islomdan o'ttirib qo'ygan. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimdagi astagfirullah va qatiluhum hatta la takuna fitnatun va yakuna ad-din kulluhu lillah deb Sure Anfal'ning 39. ayeti shunday degan. Va qatiluhum degan. Ya'ni har qanday arab tili biladiganlar buni biladi. Ya'ni boshqalar tarafdan urush qilgan vaqtida urush qilinglar degan. Ya'ni qatil degan ikki tarafdan urush qilish. Sizlar ularga urush qilinglar, hattoki fitna, siqilish, bo'lmoqchilik, din bütün hammasi Alloh uchun bo'lmoqchilik. Qarindoshlarimiz, din degan nima? Din, islom dinimiz 5 asosiy maqsad uchun kelgan. Birinchisi bizning dinimizni, e'tiqodimizni sog'lom bo'lgan tavhid e'tiqodimizni qo'llash uchun. Ikkinchisi bizning insoniy huquqlarimizning, erkinligimizning, insoniy barliq haqlarimizningki hammasini qo'llash uchun. Üçüncüsü akıl, fikrimizden sağlam erkin fikir kılış huquqini qo'llash uchun.
Dördüncüsü, bizning mal, huquq, iqtisodimizni qo'llash uchun. Beshinchisi, bizning nasli, avlodimizni qo'llash uchun kelgan din. Shuning uchun qarindoshlarimiz, mush yuqorqi 5 narsaga har qanday bir millat, har qanday bir tajovuz qiladi ekan, bo'libmi Xitoy tajovuzidek yuqorqi 5 narsaga tajovuz qilgan mushunda Xitoyga, mushunda kofirlarga islom din musho tajovuzchiligi tugat, bizning erkinligimiz, mustaqilligimiz, bizningki islom dinimiz va bizning erkinligimiz yurtimizda, Sharq Turkistonda erkinlikka, ustunlikka, mustaqillikka erishib bo'lguncha bizni Alloh subhanahu va taolo amaliy urush maydonlarida amaliy tayyorlik qilishgan, urush qilishga buyurgan. Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytdiki: "La yukallifullohu nafsan illa wus'aha." Sura Baqara 286-oyat. Allah bir jonni faqat toqat etganga taklif qildi. Ba'zi qarindoshlarimiz o'ylashi mumkin. Hozir bizning jang qilishga, urush qilishga toqatimiz yetmasa, mana bu oyat neni bildirdi? Toqatingizning yetishini maydonga keltiring. Toqatingiz yetish uchun tayyorlik qiling, tirishing. Amaliyotda biz Uyg'ur musulmonlarining faqat Sharq Turkistonda Xitoy qarshi harakat maydonlarini hozirlash qarta qiladigan kurashlarimizningki, keyniga chekindirilgan, o'zimizningki chekinib olgan taraflaridan bu ish keyniga surilib ketgan. Aslida dunyoning har qaysi yerlarida bizga lozim bo'lmagan, bizga eng birinchilik farz bo'lmagan ishlarda hammamiz o'zimizni shu yerda nurg'unlagan ishlarni qilyapmiz. Lekin bizga eng muhim bo'lgan, eng farz bo'lgan ishlarni hozir qadar qilishga va tirishchilik qilishga va xalqaro va hozirgi jamiyatda Sharq Turkiston musulmonligiga uygun siyosiy va amaliy harakatda o'zimizning mas'uliyatini turishga hozir qadar tirishadigan ish ko'pincha amaliy harakat qilayotgan qarindoshlarimizda kam bo'ladi qarindoshlarimiz. Shuning uchun biz Xitoy tajovuzchi zolimlarning oldida Allah yo'l qo'ygan mushu amaliy urush, amaliy jihad, amaliy kurashni amaliy qilishdan bosh tortgan amaliyotdimi nurg'un millatimiz Xitoy jazolash lagerlarida, turmalarda, har turli o'rinlarda kunda qilyotdi, o'lyotdi. Agar bizni mushu siyosiy harakatimiz, mushu amaliy bo'lgan bizningki mustaqillik yo'limiz mushu amaliy jang maydonida jang qilish yo'liga aşağıya akagan shundoq bir sharoit oldimizda bizning talab qiladi. Bo'lgan shundoq hamanda har bir Uyg'ur millati, har bir musulmonlar hozirdan tortib mushu amaliy jangga iddimizda tayyorlik qilishimiz, ham amiyatimizda iqtisodimiz, kuchimiz va avlodimiz va barliq siyosiy organdagilar mushu amaliy jang maydoni agar bu qolsa va yoki bo'lish bizdan lozim bo'lib turadi, mushuni bo'lish uchun biz amiyat tirishchilik qilamiz degan shundoq ish bizdan hozir talab qilgan shundoq bir sharoit bo'lgan hammanglar hammamiz buning uchun ovoz qo'ygan, buning uchun amaliy harakat qilgan bir ruhni o'zimiz yetildirishni Alloh subhanahu va taolo bizga buyurdi. Shuning uchun qarindoshlarimiz Alloh subhanahu va taolo yana bir oyatda haqiqatan Fir'avn yer yuzida ustunlik qildi. Yer ahlini bir qancha bo'lakka bo'ldi. Ulardan bir guruhni bo'zaq qildi. Ularning o'g'allarini o'ldirdi va ayollarini tirik qoldirib ishq soldi. Yeni bir ma'nosi yastahininki ayollarning uyat yerini tug'ishdan cheklaydi degan bo'ldi. Tafsiri kabirda shunday tarjima qilgan. Haqiqatan o Fir'avn buzg'unchilardan bo'lgan deb Sura Qasasning 4-oyatida shunday degan. Yine Allah subhanahu va taolo yeni bir oyatda haqiqatan bo'lgan ularning amaliy vaqaligida aql egalariga ibrat va adab Sura Yusufning 111-oyatda shunday degan qarindoshlarimiz. Shuning uchun biz yuqorqi barliq haq yo'lida, haq maydonida millati, vatanini qutqarish yo'lida kurash qilib, amaliy qurbonlik bergan va Alloh bizga Qur'on hadisda o'rgatgan yuqorqi vasila va amaliy harakatlarni har birisimiz qo'zg'atib, har birisimiz tirishchilik qilib, millatimizningki ruhiy ma'rifatini, millatimizningki amaliy e'tiqod va siyosiy ko'rishini va millatimizningki amaliy o'ziningki hayotida eng yuqurchak amaliy harakat maydonida jihad va amaliy qurolliq kurash va hozirgi zamondagi xalqaro siyosatlari va xalqaro jamiyatlardagi amaliy hayotimizga uyg'un holatda bizningki iqtidorimiz, kuchimizga uyg'un holatda Alloh bizga topshirgan vazifalarni amaliy harakat maydonida qilishdan iborat bo'lgan mush mas'uliyatimizni tonish orqali millatimizni
biz özümüzün aklı ve özümüzdeki ameli iqtidori ve özümüzün ameli hareketi ve cihadı bilen qutquzishga tirishchanlik qilish mana bu millatimizni qutquzishni muhim bilganlik burudu. Hammamizni Alloh subhanahu va taolo millatimizni qutquzishga amaliy tirishchanlik qiladigan solih mu'minlardan bo'lishni nasib qilsin. Hammamizni o'zimizning vazifani tuyish orqali dunyo va oxirat Falastin musulmonlarga o'xshash millati vatanining qutulishida 70 yildan qisi doim amaliy kurash va siyosiy kurash va hayotdagi har bir harakatda ruhiy ma'naviyatini jonlantirishni iborat bo'lgan, ümidsizlanmay kurash qilish va jihad qilishni iborat bo'lgan bu harakatini o'l qilish orqali Sharq Turkiston zaminini biz Alloh subhanahu va taoloning yordami bilan Sharq Turkiston musulmonlarini va millatimizni qutqazg'ili Alloh bizni nasib qilsin. Va salli ala Muhammadin va sahbihi ajmain.